Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana navbatdagi lava mashinamizni qo'y mol tashish uchun chiroqli qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Xohlasam bu eshigini olib qo'yish mumkin. Bozor kunlari qo'yib olib, qo'y mol tashisa ham bo'ladi. Eshiklariga mana cho'tki qilib qilganmiz. Mana listlari ham qalin cho'tki listlardan qilingan. Balandligini 55 dan 2 ta qilganmiz. Jami bo'lib 1.10 bo'lgan. Bularni mana rezinalar qo'yib, cho'tki qilib, tirixlamaydigan qilib, iloji boricha mahkam qilib qilganmiz mana. Uzuni 2 metr 20 sm, eniga 29 sm bo'ldi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni yana bitta qulaylik tomoni, bu pastga ochiladigan eshigi ham bor. Mana buni bozor kuni qo'yasizda, qo'y bozoriga borib yoki mol bozoriga borib, shunday qo'yib, qo'ylar o'zi yugurib chiqib olaveradi. Mahmat deb qo'ysangiz bo'ldi. Bundan tashqari mana dulgalarini bonus sifatida qilib berganmiz. Ustiga mana uje chiqsa ham qimirlamaydi mana. Narxlariga telefon qilaverasizlar kelishilgan holatlarda.